Birdaniga qon bosimi oshib ketganda nima qilish kerak? Bu vaqtda siz ichayotgan dorilar xavfsizligiga ishonchingiz komilmi? Aslida qanday preparatlardan foydalanish kerak? Hammaga assalomu alaykum. Men vrach kardiolog Ganiy Bekzodov Bahromovchiman. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Qachon uy sharoitida davolash kerak? Qaysi vaqtda tez tibbiy yordamga murojaat etish kerak? Videoni ko'rishdan avval sahifamga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing hamda o'rningizga yaxshilab joylashib oling. Chunki bugungi video sizga yoki sizning yaqiningizga foydali bo'lishi aniq. Normal arterial qon bosimi 120-130 ga 70-80 atrofida bo'lib, statistikaga nazar tashlaydigan bo'lsa, gipertoniya kasalligi bilan kasallanish O'zbekiston aholisining juda ko'p qismini egallaydi. Aslida esa holat bundan-da yomon. Chunki bemorlarning ko'pchiligi o'zida qon bosimi oshib yurganini sezmaydi va profilaktik tekshiruvlar natijasida bu narsa aniqlanadi. Xalqimiz orasida рабочее давление degan tushuncha bor, ya'ni bemorlar aytishadi, menda 140, 150, 160 давление, men uchun bu normal давление hisoblanadi. Shunda o'zimni yaxshi his qilaman. Давлением 120, 130 ga tushsa esa, menda bosh aylanish, surli hol, bosh og'rig'i kabi shikoyatlar paydo bo'ladi deb shikoyat bildirishadi. Aslida qanchalik to'g'ri? Ikki xil toifadagi bemorlarda bu holat kuzatilishi biz uchun normal holat sanaladi. Birinchi toifa bemorlar, bular keksa yoshdagi otaxon, onaxonlarimiz, 70-80 yoshdan oshgan bemorlar, ularda qon bosimi 140-150 yurishi ular uchun normal. Chunki yosh kattalashgan sari tomirlarning qattiqligi ortib boradi, elastikligi esa pasayib boradi. Ikkinchi toifa bemorlar esa bular buyrak yetishmovchiligi bor bemorlar bo'lib, ularda xoh u qandli diabet natijasida kelib chiqsin, xoh qandli diabetsiz kelib chiqqan o'rta og'ir va og'ir darajadagi buyrak yetishmovchiligi bor bemorlarni 140-150 давлениеda yurishi bu normal holat. Chunki ularda давлениеning baland yurishi buyrakdagi qon aylanishini hamda siydik ajralishini normallashuviga olib keladi. Past qon bosimida esa buyrakdagi qon aylanish yaxshi bo'lmasligi siydik ajralishining kamayishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Qolgan hech qaysi holat kechirimli hisoblanmaydi. Qon bosimini o'zi umuman olganda tushirishimiz kerakmi? Ayniqsa qon bosimi doimiy oshib yuruvchi va o'zida hech qanday shikoyatlar paydo bo'lmaydigan bemorlar so'raydigan savollardan biri, ilmiy izlanishlar natijasiga ko'ra, qon bosimini 10 mm simob ustuniga tushirish orqali biz infarkt xavfini 20% ga, insult xavfini 27% ga hamda yurak yetishmovchilik xavfini esa 28% ga tushirishimiz aniqlangan. Arterial qon bosimi oshib yuruvchi bemorlar qon bosimini tushiruvchi preparatlarni umuman ichmasa yoki ichayotgan dorisi optimal qon bosimigacha tushirmasa, biz kelishib oldik 120-130 bemor uchun optimal qon bosimi hisoblanadi. Bu holatlarda bemorda yurak mushaklarining qalinlashuvi natijasida yurakning kengayishi yoki yurakning bo'shashish funksiyasining buzilishi, u esa qisqarish funksiyasining buzilishiga olib keladi. Yana gipertoniya kasalligi aterosklerozni kuchaytirganligi sababli kelajakda infarkt, insult kelib chiqish xavfi ortadi. Bundan tashqari demensiya holatlari, ya'ni qon bosim doimiy oshib yurganda bemorda eshush va xotira buzilishi kuzatilishi mumkin. Keyingi asoratlardan biri buyrak yetishmovchiligining yuzaga kelishi, ya'ni ajralayotgan siydik tarkibida qon hamda oqsilning paydo bo'lishi. Uzoq vaqt qon bosimini oshishi natijasida ko'z tomirining yorilishi va uning natijasida ko'rish o'tkirligining buzilishi holati ham yuzaga kelishi mumkin. Endi keldik gipertonik kriz. Bu qon bosimining 180 ga 120 mm simob ustuniga teng va undan yuqori bo'lishi va shu qon bosimining bir necha soat, kun, hatto haftalab davom etishi ko'zda tutiladi va bitta narsa, tananing turli qismidagi og'riqlar hisobiga kelib chiqqan yoki turli xil asabiylashish, stress, jismoniy yuklama, turli xil psixotrop moddalar yoki alkogol iste'molidan keyin kelib chiqadigan yuqori qon bosimi bu kriz turkumiga kirmaydi. Chunki qon bosimining oshishiga
tashqi omillar ta'siri bo'lyapti. Shuni hisobiga qon bosimi oshyapti. Ya'ni endi agar asosiy kasallikni, asosiy holatlarni bartaraf etsak, qon bosimi o'z-o'zidan tushadi. Ikkinchi sababi bu kriz deyishimiz uchun bizda bemorda qon bosimi doimiy ravishda oshib kelgan bo'lishi kerak va birdaniga keyin ko'tarilib ketish holati kuzatiladi. Yevropa kardiologlar jamiyati tomonidan klinik amaliyotda gipertonik kriz ikkita turga bo'linadi. Birinchisi bu bemorda yuqori qon bosim hamda klinik belgilarning namoyon bo'lishi. Bularda bemorda kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynish, qayt qilish hamda turli xil harakat buzilishi bilan namoyon bo'ladigan insult yoki ko'krak qafasida kuchli og'riq, turli xil aritmiyalar va hushdan ketish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bu zudlik bilan yordam ko'rsatilishi shart bo'lgan holat hisoblanadi va tez tibbiy yordamga murojaat etish zarur. Ikkinchi holat bemorda faqatgina yuqori qon bosimini o'zi va klinik belgilar bo'lmaydi, ya'ni shikoyatsiz yoki yengil kuchsiz bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Bu holatda uy sharoitida ham davolasa bo'ladi. Buning uchun shunchaki xonani shamollatish, o'zi uchun, ya'ni bemor uchun qulay sharoit yaratish tavsiya etiladi. Ya'ni bo'g'adigan kiyimlar bo'lsa yechish, uni shu holatga keltirishga sabab bo'lgan holatlardan xalos bo'lish, asabiylashmaslik, tinchlanish va keyin esa turli xil qon bosimini tushiruvchi preparatlardan foydalanish kerak bo'ladi. Hech qanday shikoyatlarsiz yuqori qon bosimida yuradigan bemorlar uchun asosiy eslatmalar bor. Ulardan birinchisi bu holatda qon suyultiruvchi preparatlardan foydalanmaslik. Chunki yuqori qon bosimida qon ketish xavfi yanada ortadi. Ikkinchisi inyeksiyalardan, ukollardan foydalanmaslik, ayniqsa tomir ichiga qilinadigan ukollar. Uchinchi eslatma esa qon bosimini birinchi sutkada 25-30% gagina tushirish. Misol uchun deylik, sizda qon bosimi 200 edi, qon bosimini birinchi sutkada 160 yoki 150 mm suv ustiga tushirildi. Bo'ldi. Mana shu qon bosim siz uchun birinchi sutka uchun yetarli hisoblanadi. Keyingi etaplarda, keyingi darajada siz bemalol qon bosimini rejali ravishda tushirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu keyingi kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olishga yetarli. Qon bosimini birdaniga tushiradigan bo'lsak, insult xavfini oshirib yuboramiz. Nega deganda, bosh miyaga boradigan qon birdaniga tushib ketib, ishemik insultga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yuqori qon bosimida qaysi preparatlarni ichish mumkin emas? Birinchisi nitroglitserin. U preparat qon bosimini birdaniga tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun tavsiya etilmaydi. Ikkinchisi nifedipin. Bu qisqa ta'sir qiluvchi tabletka ko'rinishida yoki tomchi ko'rinishida. Hammamizga ma'lum, bu farmadipin. Bu preparatning taxikardiya, ya'ni yurakning qisqarishlar sonini tezlashtirishi va bu ham qon bosimini birdaniga tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha bu preparatlardan foydalanmaslik tavsiya etiladi. Endi qaysi preparatlardan foydalanish kerak? Birinchisi Captopril, hammamizga ma'lum, juda ko'pchilik odam biladi. Bu preparat faqatgina 75% odamlarga yordam berishi mumkin. Yordam bermagan holatda ikkinchi preparatimiz bor, bu Maxanidin tarkibli Fizetens. Bu preparat ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Markaziy ta'sir etuvchi qon bosimini tez tushiruvchi preparat. Uchinchisi bu Anaprilin. Bu ayniqsa qon bosimining oshishi, yurak qisqarishlar soni, ya'ni puls oshishi bilan birga ketsa, tanlov preparati bo'lib xizmat qiladi. Qabul davomida Captopril hamda Fizetens dorilarini doimiy qo'llash bo'yicha savol berishadi, lekin biz bu dorilarni faqatgina shoshilinch holatlarda foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qon bosimini sutka davomida tushirib turuvchi boshqa dorilar yetarlicha topiladi. Bugungi videodan keyin sizda qandaydir savollar tug'ilishi tabiiy, bularni esa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.